Dilshod aka, mijozlarimizga tayyorlab berilgan uskuna haqida kuzatuvchilarimiz uchun obzor qilib bering. Bu uskuna suyuqlik qadoqlash uskunasi bo'lib, bu maxsus tayyorlangan, mijozni maxsus buyurtmasiga asosan tayyorlab berganmiz. O'zi bu uskunalar o'zi maxsus buyurtmasi Xitoydan olib kelingan. U ham yasalib olganda ham uskunalar o'zi buyurtmasiga asosan ishlab chiqarilgan. Bu boshqa ko'radigan uskunalardan ancha farqi bor. Texnologik bu kuchli, baquvvat, ancha qulay qilib ishlangan, bu sodda qilib ishlangan. Oddiy odam ham bemalol boshqara oladigan qilib zakaz qilingan bu uskuna. Bunaqa uskunani boshqa joyda sizlar uchratmaysizlar. Bu faqat uskunalar o'zida mavjud. Bu uskunaning afzalligi qadoqlangan mahsulotning qirralarini avval shaklida chiqarib bera oladi. Bu bizga nima beradi? Boshqa qadoqlangan narsalardan katta farq beradi. Hozir rivojlangan davlatlarda bu narsa juda ham ommalashib ketgan. Uskunalarimiz shuni e'tiborga olib, bu uskunalarni buyurtma asosida olib kelgan. Bu uskunada aynan shunaqa qilib qadoqlangan mahsulotlarni qirralasiz avval qilib chiqarsa bo'ladi. Ushbu uskuna bo'yicha sizlarni qiziqtirgan savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar.